Toshkentdan atigi 1 soatlik masofada joylashgan Moviy dengiz. Dengiz sathidan 1600 metr balandda. Tianshan tog'lari bag'rida joylashgan bu kristaldek moviy Issiqko'lga sayohat qanchaga tushadi? Bu yangi video. Tur firmasi sayohat qanchaga tushadi va bu yerga kelib dam olishga arziydimi? Videoni oxirigacha ko'ring. Это будет двоёле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся. Video davomida Issiqko'lga bir haftalik sayohat qanchaga tushishini aniq hisoblab tiyinigacha aytib beraman. Issiqko'l atrofiga ekskursiyalar haqida ham batafsil yashinmasdan boricha aytaman. Shu sabab videoni boshlashimdan avval bir dona like bosib qo'ying. Bu sizdan attiga 1 soniya vaqt oladi, lekin men uchun bu katta motivatsiya bo'ladi. Biz yotgan pansionat va mehmonxonalar, biz ovqatlangan kafelar birontasidan reklama uchun pul olmadik. Hech qanday kelishuv ham qilmadik. Chunki men sizlarga Issiqko'lni ortiqcha bezaklarsiz, real va haqiqiy ko'rsatishga harakat qilaman. Bu yil Toshkentdan Issiqko'lga faqatgina bitta aviakompaniya reyslarni amalga oshiryapti, balki shu sababdir chiptalar biroz qimmatroq. Lekin biz yo'lni topdik. 2 karra arzonroq uchish uchun Toshkent-Bishkek reysi orqali uchdik. Chiptalar narxi bir kishiga 870 ming so'mdan tushdi. Bishkekda esa bizni qirg'izistonlik do'stlarimiz iliq kutib olishdi va mehmon qilishdi. Keyin esa Bishkek avtovokzaliga kuzatib qo'yishdi. Avtovokzaldan esa siz istagan transportingiz orqali Issiqko'lga yetib olishingiz mumkin. Sprinter Merslar 600 so'mdan boshlanadi. Bu o'zbek so'miga taxminan 85 ming so'm. Biz esa qulaylikni tanlab, yengil mashinada 1200 so'mdan, ya'ni 170 ming o'zbek so'miga Bo'steri qishlog'iga, mashhur Zolotoy-Piski plyajiga yetib oldik. Issiqko'lga yetib kelgach, biz mana shu Zolotoy-Piski pansionatiga joylashdik. Bu pansionat SSR davrida ishlagan, yashagan o'zbekistonliklar uchun ham juda ham qadrli. O'sha putyovka orqali keladigan 10 minglab o'zbeklar aynan mana shu pansionatlardan biriga, ayniqsa Zolotoy-Piskiga kelib joylashgan. O'zining plyaji bor, plyajgacha 100 metr ham chiqib chiqmaydi. Bu pansionat hozirda O'zbekiston tomoniga tegishli, yaqin yillarda rekonstruksiya qilinadi. O'zbekiston va Qirg'iziston hamkorlikda bu pansionatni yuritishadi. Yaqin orada katta rekonstruksiya bo'lishi bino ichidagi kartalardan va boshqa turdagi yozuvlardan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Pansionatga joylashish uchun resepsiyonga murojaat qilasiz. Istasangiz 3 mahal ovqat bilan xonani bron qilishingiz mumkin. Biz esa kun bo'yi ko'chada sayohatda bo'lishimiz uchun ovqatsiz variantni tanladik. Kishi boshiga 1000 so'mdan, ya'ni kuniga o'zbek so'miga 140 ming so'mdan joylashdik. Eshitishimizga qaraganda pansionat keyingi mavsumda rekonstruksiya qilinadi va katta remont boshlanadi. Lekin hozirning o'zidayoq bino ichiga kiraverishdagi katta hol juda chiroyli, ko'zingizni quvnatadi. Gullar esa alohida kayfiyat beradi. Bino o'ziga xos, sobiq ittifoqning ulkan me'moriy uslubi sezilib turadi. Qarab turib qoyil qolasiz. Hovlidagi gullar esa alohida go'zal manzara. Zolotoy-Piski plyaji nomiga monand oltindek tovlanadigan qum. Bu yer sizga haqiqiy dengiz sohilidagi vibe ni beradi. Suvga tushganingizda oyoq osti loyqalanmaydi. Tiniq, toza, yoqimli, moviy suv, ochiq osmon va siz. Mukammal dam olish. Bu yerda zerikish degan narsa yo'q. Istasangiz kemada sayr qiling, karterlarga chiqing, motorli qayiqlarda uching, gidrotsikllar, dagistanskiy karterlar, suv ustidagi barcha adrenalinni shu yerda topasiz. Hatto parashyutda uchib, Issiqko'lni tepada turib tomosha qilishingiz mumkin. Hammasi bor. Tanlash o'zingizdan. Zolotoy-Piski sohili dam oluvchilar bilan to'la. Bu yerda zontiklarda va mana shu dam olib yotadigan lijaklarni ijaraga olishingiz mumkin. Kuniga bitta soyabon va ikkita lijak 800 so'm bo'ladi. Ertalab tursangiz, obeddan keyin chiqsangiz arzonlashib boraveradi. Aytganimdek, sohil bo'ylab sizga turli yeguliklar taklif qilishadi, qulupnaydan tortib issiq pishiriqlargacha. Men esa cho'milaverib och qolib o'sha joyni o'zida piroshkilarni, tovuqli somsalarni paqqos tushirdim. Orada dudlangan baliq ham oldik. Narxlar baliq hajmiga qarab o'zgaradi. Biz 250 so'mga oldik. Bu 35 ming o'zbek so'mi va rostini aytsam, juda mazali. O'tgan yili kelganimda juda ham kuchli zagar olib qiynalganim eslaringda bo'lsa kerak. Chunki Issiqko'lda quyoshning ultrabinafsha nurlari juda ham kuchli bo'ladi. 10 daqiqa sizni kuyishingizga yetarli bo'lishi mumkin. Bu yil esa xatoni takrorlamadim va quyosh kremini ishlatdim va hech qanday muammosiz rohat bilan dam oldim. Issiqko'l faqat do'stlar bilan emas, oilaviy kelish uchun ham ideal maskan. Ayniqsa bolalar uchun. Suv, qum, o'yin kulgu hammasi bor. Ular bu yerda maza qilib cho'miladi, sohil tuprog'ida o'ynashadi va siz bilan birga unutilmas xotiralar yaratishadi.
Issiqko'lga oilaviy bolalar bilan borsak bo'ladimi degan savolga javob beraman. Qaranglar, orqa tomonim plyaj, sohil. Mana bu tomonim bo'lsa, bolalar maydonchalari, bolalar uchun mashg'ulot qiladigan, sirpanadigan joylar va ana u yerda batutlar bor. Batutni oldida ham suzish uchun bolalar uchun basseynlar bor. Barchasi oilaviy bolalar bilan kirib dam olishingiz uchun qilingan. Kema sayohati narxi mavsumga qarab va kemaning kattaligiga qarab oshib boradi. Masalan, biz 600 so'mdan kema sayohatiga chiqdik. O'zbek so'miga 85 ming so'm. Hamma narsaning narxini aytib ketyapman. Siz hali ham like bosganingiz yo'q, bosib qo'ying. Kemada bar, kafe, hatto DJ xizmat ko'rsatadi. O'zbekiston s nami. Kema ko'l bo'ylab ichkariga kirib borar ekan, narigi sohil asta-sekin ko'zdan yo'qola boshlaydi. Atrof faqat suv va suv. Gorizont chizig'i uzoqqa cho'zilib ketganini ko'rasiz, xuddi cheksizdek. Kemada esa kayfiyat boshqa daraja. Jonli musiqa, qo'shiqlar, raqslar hammasi avjida. Kema ko'l bo'ylab bir necha kilometr ichkariga kiradi va cho'milish uchun bir necha 10 daqiqa vaqt beradi. Langarlar suvga tashlanadi. Suvga oshno qalblar mana shu joyda cho'milishi mumkin bo'ladi. Maxsus nimcha kiyib suvga tushganingizda o'zingizni go'yo okean o'rtasida suzayotgandek his qilasiz. Sohilda esa siz haqiqiy dengiz vibe'ini his qilasiz. Dengizdagi kabi o'sha qushlar, hatto ko'l to'lqinlari ham dengiznikidek juda chiroyli. Mana shu to'lqinlarga qarab 10 daqiqa o'tirsangiz, miyadagi barcha charchoqlar chiqib ketadi. Atrof, muhit, kundalik muammolar hammasini unutasiz. Yaxshisi men gapirmay, siz o'zingiz to'lqin ovoziga bir oz quloq tuting. Aytgancha, bu manzaralarni tomosha qilish, plyajda cheksiz cho'milish hammasi mutlaqo bepul. Ko'pchilik odamlarda noto'g'ri tushuncha bor. Shuncha masofa bosib, Issiqko'lga borib, dam olib cho'milgandan ko'ra, falon ko'lga borib, dam olib cho'milib kelganim yaxshi deyishadi. Sizga qarang, tushuntirib beray. Issiqko'l dengiz sathidan 1607 metr balandda Tian Shan tog'larining bag'rida joylashgan. Yoz faslida ham havo harorati 25, maksimum 26 daraja iliq bo'ladi. Qanday cho'milamiz unda desangiz, suv sho'r, dengizniki kabi sho'r, shuning uchun tanani sezishi unaqa kuchli bo'lmaydi, juda ham yoqadi. Men ertalabda odam kamligi uchun syomka qilib olay deb chiqdim. Kunduzi odam qanaqa bo'lishini mana shu kadrlardan ko'rishingiz mumkin. Dunyoning har chetidan 100 minglab, hattoki millionlab turistlar Issiqko'lning atrofidagi turli xil plyajlarga kelib dam olishadi. Issiqko'lning uzunligi 182 kilometr, eni bo'lsa naqd 60 kilometrga yetadi. Ya'ni u qirg'og'i umuman ko'rinmaydi, faqatgina gorizont chizig'ini ko'rishingiz mumkin bo'ladi, xolos. Chuqurligi o'rtacha 280 metr, eng chuqur joyi 682 metr bo'ladi. Ya'ni bu juda ham chuqur ko'llardan biri. Tog' oraliq ko'llar bo'yicha dunyoda 2-o'rinda turadi kattaligi bo'yicha. Undan keyin Issiqko'l atrofida juda ham ekskursiya joylari, sayohat qilinadigan joylar ko'p. Grigoriy darasi, Oltin Arashan, qaynoq buloqlar. Bu haqda ham gaplashamiz. Tushlik va kechki ovqatlar uchun atrofda kafe va restoranlar juda ham ko'p. Qirg'iz milliy taomlari, dungan taomlari va Yevropa oshxonalari hammasi bor. Albatta o'zbeklar nonushtada somsa yemasa bo'lmaydi. Toshkent somsasi ham Issiqko'lda bor. Men diyetada ekanligim uchun ko'p ovqat yemaslikka qaror qildim. Yo'q. Baribir iloji bo'lmadi. Ertalab Toshkent somsa, obedda qo'rdoq, kechqurun manti. Ovqatlar juda ham mazali. O'tgan yili qozon kabob qidirib, boshqa ovqat yeganim esingizda bo'lsa kerak. O'sha video kommentida qirg'izistonlik qardoshlarimiz o'zbeklardagi qozon kabob Qirg'izistonda qo'rdoq deyiladi deb yozishgan edi. Ularga alohida kattakon rahmat. Kun ora qo'rdoq yedim, maza gap bo'lishi mumkin emas. Har kuni turli kafelarga kirdim. Dungan, qirg'iz, Yevropa taomlari hammasini tatib ko'rdim. Ovqatlar juda ham mazali, xizmat ko'rsatish esa yuqori daraja. Dietani esa keyinga qoldirdim. Uyga qaytganimda boshlasam kerak. Уважаемые дамы и господа, гости пансионата Борбор, всем желаем приятного отдыха, кафе Мустафа. Ladies and gentlemen, его соперник это, всем мужским пацанам, всем талам, приезжайте к нам в гости. Отдохнете на Иссыкуле. Ари-ури, мы на Иссыкуле. Узбекистан, непобежденный чемпион Узбекистана Фергана, боксер. Рахмат. Semyonov va Grigoriy daralariga ekskursiyaga bordik. Bu biz turgan plyajdan mashinada yarim soatlik yo'l.
Ekskursiya narxi 1500 so'm, o'zbek so'miga 210 ming so'm. Sizni yotgan joyingizdan olib ketib, yana qaytarib olib kelib qo'yishadi. Semyonov darasida bu yil katta tadbirlar bo'lishi aytilyapti. Ignabargli archalar, keng yaylovlar va musaffo havo bu yerda o'pka to'lib nafas oladi. Semyonov darasidagi go'zallikka oshiq bo'lib, keyingi lokatsiyaga yo'l oldik. Issiqko'lning shimoliy bag'rida yashiringan bu mo'jiza Grigoriy darasi. Hozirda qirg'iz tilida Cho'n Aksu vodiysi deb nomlanadi, ya'ni katta oqsuv. Bu yerga qadam qo'yganingiz zahoti shahar shovqini unutiladi. Faqat tabiatni o'zi gapira boshlaydi. Atrofingizni osmon sari bo'y cho'zgan archa va qarag'aylar o'rab oladi. Ularning hidi toza, sof, har bir nafas ichingizni yangilaydi. Go'yo sizni qaytadan tug'ilgandek his qildiradi. Mana bunday ignabargli archalarni esa O'zbekistonda uchratish juda ham mushkul. Pastda esa muzdek shaffof daryo sho'bullab oqadi. Uni ovozi bu tog'larning yurak urishi. Qirg'oqlarida oq qayinlar mayin tebranadi. Quyosh nuri barglar orasidan o'tib yerga oltindek sochiladi. Bu yerda vaqt sekinlashadi. Har bir qadam zavq, har bir qarash hayrat. Tog'lar sizni bag'riga bosadi. Sukunat esa ruhingizni tozalaydi. Grigoriy darasi bu shunchaki manzil emas, bu o'zingizni qaytadan kashf qiladigan joy. Bunda ko'rib turganingizdek oq suv oqadi. Oq suvni farg'onaliklar juda ham yaxshi biladi, yaxshi qadrlashadi. Tian Shan tog'larining cho'qqilaridan muzliklar, qorlar erish natijasida mana shunday oq suvlar, mana shu kabi 70 dan ortiq soy va daryolar Issiqko'lga borib qo'yiladi. Manzaraga bitta baho bering va bitta like bosib qo'ying. Aytgancha biz bu yerda taomlanyapmiz. Forel 1 kilogrammi 1,5 ming so'm, o'zbek so'miga hisoblasak 200 ming so'mdan ozgina qimmatroq bo'ladi. Shashlik aytdik bir sixdan u 800 so'mdan, o'zbek so'miga 110 ming so'm shunaqa. Bitta odam to'yadi bir sixga. Narxlarni aytayotganim uchun bitta like bosib qo'ying. Mana shunday go'zal manzara uchun ham videoning tagida turgan mana bunday belgini, mana shunday turgan belgini qoraytirib qo'ying. Videoni oxirigacha ko'rib borsangiz, hamma xarajatlarimni hisoblab aytib beraman. O'shaning uchun videoga like bosib qo'ying. На, вот это форель, байки. Это чистый форель, это красный был. Это форель. Это ваш шашлык. Вот, на, посмотрите, это баранина. Баранина. Баранина, не баранина, это Добрый шашлык, а? Добрый, это молодняк. Молодняк. 6-месячный. Вот, это форель, это чистый горный форель. Наши. Баран тоже жила это? Здесь. А когда наша рыба будет готова? 5 минут. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu tog'larda, yaylovlarda katta bo'lgan 6 oylik qo'zini go'shtidan, 6 mesecmi? 6 месяцев. 6 oylik qo'zini go'shtidan akamiz bizga shashlik qilib berishyapti. Kelinglar, dam olinglar. O'zbekistonliklarga nima deysiz? Assalomu alaykum bir tug'anlar. Kelingizlar, dam olingizlar, Issiqko'lga kelinglar. Bu yoq Ushelyaga kelib, bunday bo'lgan joylarda bundan baliq, shashlik, qurdag'i var, 5 barmoq jeb ketingizlar. Tabiat zo'r. Чисто это Allah talam bergan. Это чисто это bu emas, искусственно emas, чисто Allah talam bergan. To'g'ri. Mana shu qirg'izistonlik qardoshlarimizga Alloh taolo juda ham go'zal bir manzaralarni bergan. Yerdagi jannat desa bo'ladigan manzaralar. Kelinglar, dam olinglar. Tabiatdan bahra olinglar. Это иссыкульский вай. Летом смело отдыхай. Aylana o'z shapkalay. Keyingi lokatsiyamiz Горячий источник, ya'ni qaynoq buloqlar. Taxminan 2000 metr chuqurlikdan chiqadigan bu suvlarning harorati 35-50 darajagacha yetadi. Tana, bo'g'in va asab uchun foydali, haqiqiy dam beruvchi maskan. Bu yerda baliqli massaj ham bor. Oyoqdagi ayrim teri muammolariga foydali deyshadi. Men esa massaj oldim, yelkalarga banka qo'ydirdim, tanam rosta kamiga yayradi. Faqat yodda tuting, bu xizmatlar uchun ekskursiyadan tashqari alohida to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. Biz faqat bitta pansionatda emas, boshqa joylarda ham yashab ko'rdik. Ya'ni plyajning eng qaynoq, eng gavjum nuqtasi Bosteridagi Borbor hududida ham mehmonxonada tunab qoldi. Narxlar bir kishiga 1000 so'm, o'zbek so'miga 140 ming so'mdan. Xonalari toza, ozoda, xolodilnik, televizor, hojatxona, hammom, hammasi bor. Hattoki yozuv stoli ham bor. Balkonidan esa hudud go'zalligidan bahra olasiz. Plyajgacha atigi 70-80 metr. Chiqdingizmi? Dengiz. Qirg'izistonning tabiati juda ham chiroyli. Odamlari bo'lsa, xuddi mana shu chiroyli tabiatga monand, juda ham mehmondo'st, juda ham samimiy.
qaysi qishlog'iga bormaylik, mana shu plyaj bo'yida stolovoy kafelarga kiramizmi, magazinlarga kiramizmi, juda ham xush muomala, yaxshi muomala qilishadi, qo'llari ko'ksida. Kelinglar qo'noqlar deydi. Ba'zi kafega kiryapmanda, men xohlagan ovqat yo'q, qo'rdoq yo'q bo'lsa, qo'shnisini stolovoyga, kafesiga olib kirib, mana shu yerda borib joylashtirib qo'yadi. Ya'ni inoqlik, ahillikka gap bo'lishi mumkin emas. Qirg'izistonlik qardoshlar juda ham samimiy insonlar hammasi. Men yashagan Borbor hududida ko'ngilochar maskan, restoran, kafelar, diskotekalar, mehmonxonalar hammasi bir nuqtada jamlangan. Hududning plyaj tomonida esa o'sha mashhur Charxpalak va Amerikanskiy gorki joylashgan. Ko'zingga qarasam, kul bo'lib baratam, yurakda muncha jigitde. Yonginasida esa noyob muzqaymoq tayyorlanadi. Men assorti muzqaymoq buyurtma qildim. Har xil mevalardan bitta idishga terdi-da, keyin o'sha mevalarni bir joyga to'kdi. Yaxshisi o'zingiz ko'ring. Chaqqon qo'llar bir zumda noldan ajoyib g'aroyib muzqaymoq tayyorladi. Odamlar uzundan uzoq navbatga turishibdi. Narxi o'zbek so'miga 35 ming so'm. Juda mazali muzqaymoq. Это Иссык-Куль, это наше лето. Это Иссык-Куль, это наше лето. Umumiy safarga qancha pul ketganini video oxirida aytaman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rib like bosib qo'ying. Sohil bo'yi har kuni har turli millat va elat vakillari bilan to'la. Kimdir oftobda toblanadi, yana kimdir maroq bilan suzadi. Yashashni biladigan insonlar tabiatning bu ne'matidan bahra olib dam olishmoqda. Barcha tog'li joylarda bo'lgani kabi Issiqko'lda ham havo tez-tez o'zgarib turadi va mana shunaqa yog'ingarchilik bo'lib turadi. Lekin bunaqa yog'ingarchilikka qaramasdan kam bo'lsa ham odamlar chiqib dam olishadi yoki ichkarida binolar ichida ko'ngilochar dasturlar, shou programmalar bor. Yomg'irni sevadiganlar uchun ayni muddao havo harorati ayni damda iyul oyini hisobiga aytadigan bo'lsak, iyul oyida 18-17 daraja bo'lib turibdi. Quyosh chiqqandan keyin 25 darajagacha iliydi va bemalol ko'lda cho'milishingiz mumkin bo'ladi. Hozir ham cho'milishyapti. Kadrlarni qo'yib qo'yaman. Aytganimdek, Issiqko'l tog'larning tepasida joylashgan. Tianshan tog' tizmasidagi ko'l atrofida bulutlar juda pastlab harakat qiladi. Bunday go'zallikni ko'rib yuragingiz hiqirib ketadi. Bularni kamera yetkazib bera olmaydi, kelib ko'rish kerak va bu tabiatning mo'jizalaridan shunchaki rohatlanish kerak. Men paypog'imni olmoqon olib ketdim yerdan. Qaytar paypog'imni. Yaramas. Maytga paypog'im ilingan edi, olmoqon olib ketib qoldi do'stlar. 8 kun 7 kecha davom etgan sayohatimiz yakunlanib qoldi. Issiqko'lning o'zidan Toshkentga samolyotga bilet oldik. Bir kishiga 1.150 ming so'mdan to'g'ri keldi. Posteri plyajidagi mehmonxonamizdan aeroportgacha Yandexdan taksi chaqirdik. 45 kilometrlik masofaga 1000 so'm ko'rsatdi, ya'ni o'zbek so'miga 140 ming so'm. Bu juda arzon. Eng asosiy mavzu, Issiqko'lga qancha pul sarfladim? 7 kecha 3 mahal faqat kafe restoranda ovqatlanish. Kuniga o'rtacha 1500 so'mdan hisoblaymiz buni, ya'ni 210 ming so'mdan. Jami 1,5 million so'm o'zbek puliga. Pansionatni o'zidan ovqatlansangiz juda ham arzon tushadi. Ekskursiya, kema sayohati, plyaj, zontik, lejak, muzqaymoq, salqin ichimliklar bularning bariga 1 million so'm o'zbek so'mi yetadi. Endi hisoblaymiz. Toshkent Bishkek samolyot 870 ming so'm, Bishkek Issiqko'l taksi 170 ming so'm o'zbek so'mida aytyapman. 7 kecha mehmonxona 7 ming so'm, o'zbek so'miga 1 million so'm, ovqatlanish 1,5 million so'm, shaxsiy xarajatlar 1 million so'm, Issiqko'ldan Toshkentga samolyotda qaytish 1 million 150 ming so'm, jami 5 million 700 ming so'm. Voy, bu buncha qimmat deyishga shoshilmang. Sizga bundan 2-3 barobar arzon yo'lini ham aytaman. Toshkentdan Issiqko'lga avtovokzaldan avtobus yuradi. O'tirib ketadigan avtobus yo'l kirasi 350 ming so'm. Borib kelish attiga 700 ming so'm. Plejaksiz, zontiksiz, dam olsangiz ham bo'laveradi plyajga chiqib. O'sha magazindan sariqni ichimlik ichmasdan dam olsangiz ham bo'laveradi. Ya'ni bu o'sha budjetli dam olish deyapman. O'zimizdagi yo boshqa joydagi narxlarni gapirib tanqid qilmay, o'zingiz bilasiz qayerdan narx qanchaligini. Bunday pulga siz Tianshan tog'larining yuragida joylashgan, dengiz sathidan 1600 metr balandda haqiqiy Tianshan tog'larining o'pkasida cheksiz moviy dengizda cho'milish va Grigoriy darasi, Semyonov darasi, qaynoq buloqlar,
bunaqa dam olish uchun buncha pul menimcha arzon. Yana o'zingiz bilasiz. Videoni oxirigacha ko'rib, lekin hali ham like bosmagan bo'lsangiz, hoziroq bosib qo'ying. Chunki videoni oxirigacha ko'rganlarni juda ham hurmat qilaman. Video sizga yoqdimi? Issiqko'l bo'yicha qanday savollaringiz bor? Kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi sayohatlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Ko'rishguncha